Saljuqiylar. Saljuqiylar davlati o'rta asrlarda turkiy xalqlar tomonidan asos solingan eng katta imperiyalardan biri hisoblanadi. Saljuqiylar turkiy O'g'uz qavmi tarkibida dastlab hozirgi Janubiy Qozog'iston hududiga to'g'ri keladigan yaylovlarda, Sirdaryoning o'rta oqimidagi yerlarda ko'chmanchi hayot kechirganlar. 10-asrlarda Saljuq ismli shaxs o'zining fazilatlari, bilimdonligi, abjirligi va mardligi tufayli obro'-e'tibor qozonib, bir qancha qabilalar sardori, katta harbiy kuch boshlig'i darajasiga erishadi. Mahmud G'aznaviyning roziligi va bir necha shartlar bilan Saljuqiy oilalari Xurosonga qadam bosadilar. Keyinchalik 1040-yilda Saljuqiylar va G'aznaviylar o'rtasida Dandakonda to'qnashuv bo'ladi. Bu to'qnashuvda G'aznaviylar mag'lubiyatga uchraydilar. 11-asrning 40-yillarida Saljuqiylar Xorazm, Eron, Kavkaz ortiga harbiy yurishlar uyushtiradilar va bu hududlarni o'z ta'sir doiralariga o'tkazadilar. Ular xalifalik poytaxti Bag'dodni egallaydilar. Saljuqiy hukmdor Sulton Alp Arslon Kichik Osiyoda Vizantiya podshohi Roman Diyogenni yengadi. Bu o'z o'rnida Saljuqiylarning Kichik Osiyo va Yaqin Sharqda mustahkam o'rnashib olishlari uchun katta zamin yaratadi. Saljuqiy sulton Malikshoh zamonida Samarqand, Buxoro, Farg'ona Saljuqiylar qo'l ostida birlashadi. Sharqiy Turkistondagi Qoraxoniylar ham Saljuqiylar ustunligini tan oladi. Sulton Malikshoh hukmdorligi davrida Saljuqiylar saltanati Sharqiy Turkistondan O'rta dengizgacha bo'lgan hududni o'z ichiga olgan. Saljuqiylar davlatining eng yuksalgan davrida Bag'dod xalifasi Sulton Tug'rulbekka Malik al-Mashriq, ya'ni Sharq hukmdori hamda Rukunaddin, din suyanchig'i degan nom bergan. Bu uning hokimiyati naqadar qadrli bo'lganligini ko'rsatadi. Saljuqiylar saltanatining zaiflashib parchalanishi jarayoni esa 11-asrning ikkinchi yarmida boshlanadi. Bunga sabab saltanatning haddan tashqari ulkan hududda yoyilganligi edi. Oqibatda bu davrda Saljuqiylar xonadoni vakillari faoliyati bilan bog'liq Suriya, Iroq, Anadoli, Kirmon sultonliklari yuzaga keladi. 12-asr boshlaridayoq saltanat sharqiy va g'arbiy qismlarga bo'linib ketadi. Davlat tepasida oliy hukmdor maqomida Saljuqiylar xonadoni namoyandasi turgan. U sulton unvoniga ega bo'lgan. Uning nomidan xutba o'qilib, tanga zarb etilgan. Mulk, yer-suv taqsimlash, muhim davlat va boshqaruv mansablariga tayinlash ishlarini hamda ariza va shikoyatlarni sultonning o'zi nazorat qilib turgan va moliyaviy kirim-chiqimlarning ham boshida turgan. Sulton mamlakatning obodonchiligi, qurilishlar, karvon yo'llarining xavfsizligi, ta'minlash masalalarini ham shaxsan o'zi ko'rgan. Saljuqiylar davlatida ilm-fan va madaniyat ham yuksak darajada rivojlangan. Ayniqsa Eron, Iroq va Movarounnahrda madaniy yuksalish yuqori bo'lgan. Nishopur, Isfahon, Basra, Hirot, Marv, Buxoro, Samarqandda madrasalar bunyod qilingan. Saljuqiylar davrida dehqonchilik rivojlanib borib, sun'iy sug'orish tizimlari mukammallashgan. Dehqonchilik sohasining rivoji albatta hunarmandchilik taraqqiyotiga ham yo'l ochgan. To'qimachilik, kulolchilik, gilamchilik, zargarlik, shishasozlik, temirchilik, ko'nchilik kabilar taraqqiy etib borgan. Mamlakatning o'rta va yaqin sharq, Sharqiy Yevropa, Hindiston, Xitoy kabi mamlakat va o'lkalar bilan savdo aloqalari gurkirab rivojlangan. Sulton Malikshoh Sharq va G'arb yo'nalisharo savdosini yanada jonlashtirish niyatida Xuroson va Iroq savdogarlarini ba'zi bir savdo to'lovlaridan ozod etgan. Savdo-sotiqda g'arbiy o'lkalardan Kaspiy dengizi orqali Turkistonga neft mahsulotlari keltirilgan. Bu davrda eng yuqori darajadagi pul birligi o'rnida sof oltindan zarb etilgan dinor qabul qilingan. Tarkibida oltindan tashqari qo'shimcha metall aralashmasi bo'lgan dinor ham bo'lib, u rukniy deyilgan. Mis tangalar asosan ichki bozorda muomalada bo'lgan. Saljuqiylar davrida ham chek, naqd pulsiz muomala qilish tizimidan foydalanilgan. Xulosa o'rnida shuni aytish kerakki, Saljuqiylar davrida davlatchilik boshqaruvi bilan birgalikda madaniyat va ilm-fan ham yuksak taraqqiy etganligi bois dunyo sivilizatsiyasida alohida o'ringa egadir.